Assalomu alaykum, Kimyobiz Telegram va YouTube kanali obunachilari. Demak, milliy sertifikatga tayyorlanayotgan o'quvchilar uchun maxsus eksperimental tavsif asosida reaksiya tenglamalarini yozish bo'yicha ikkinchi mashq videomiz chiqmoqda. Oldingi videomiz ham demak ushbu tipda bo'lgandi. Xudo xolasa bu videomiz ham demak eksperimental tavsif asosida yangi masalalar, yangi reaksiyalarni o'rganishga asoslangan bo'ladi. Videolarimizni Telegram va YouTube kanallarimizda kuzatishingiz mumkin. Ushbu videomizga oid bo'lgan PDF fayl bor. PDF fayl mana shu videoni ostidagi postda bo'ladi. Demak, bir nechta tahlillarni ko'ramiz. Misol uchun, birinchi savolni ko'radigan bo'lsak, kaliy peroksid issiq suvda eritilganda gaz ajralib chiqdi. Hosil bo'lgan eritma orqali qizdirish sharoitida, ya'ni qizdirilganda xlor gazi o'tkazildi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan kislorodli kislotaning tuzi eritmadan ajratib olindi va oltin gugurt bilan reaksiyaga kiritildi. Natijada hosil bo'lgan oksid qizdirilganda konsentrirlangan nitrat kislota bilan orqali o'tkazildi. Demak, bu yerda 4 ta reaksiyaga tavsif berilgan. Ana shu 4 ta reaksiyaning tavsifini, demak, reaksiya tenglamasini, demak, biz yozishimiz kerak ekan. Xo'p, birinchi reaksiya tenglamasini ko'radigan bo'lsak, kaliy peroksidi issiq suvda eritilganda gaz ajralib chiqdi deydi. Demak, kaliy peroksidi issiq suvda eritilganda, demak, kaliy gidroksidi va bu yerda ajralib chiqqan gaz kislorod hisoblanadi. Koeffitsiyentlarni qo'yadigan bo'lsak, 2, 2, 4 qilib koeffitsiyentlarni qo'ysak bo'ladi. Hosil bo'lgan eritma deydi. Ya'ni bu yerda endi kaliy gidroksidni olamizda, bu gaz bo'lib chiqib ketadi. Xo'p, ikkinchi reaksiya tenglamasini yozadigan bo'lsak, ya'ni hosil bo'lgan eritma, ya'ni kaliy gidroksid eritmasi bu. Qizdirish orqali xlor gazi o'tkazildi deydi. Xo'p, ya'ni issiq holatdagi eritmasi va natijada kislorodli kislotaning tuzi hosil bo'ldi deydi. Ya'ni bu kaliy xloridi va kaliy xlorati hosil bo'lgan bo'ladi va bu yerda suv. Xo'p, reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, bu yerga 6, 3, xo'p, 5, 3 qo'ysak bo'ladi. Kislorodli kislotaning tuzi bo'lsa, kaliy xloratga to'g'ri keladi. Xo'p, olindi va oltin gugurt bilan reaksiyaga kirishildi. Ya'ni mana shu kaliy xloratimiz endi oltin gugurt bilan alohida, demak, reaksiyaga kirishgan. Demak, Bertoli tuziga oltin gugurt qo'shadigan bo'lsak, buni yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Kaliy xloridi va demak oltin gugurt 4 oksidi hosil bo'ladi bu yerda. Ushbu reaksiyani tenglaymiz. 2, 3, hop, 2, 3 qilib. Keyin 4-chi reaksiya tenglamasiga kelamiz. Xo'p, bu yerda kim olinadi? Natijada hosil bo'lgan oksid deydi. Bu yerda oksid desa, demak 3-chi reaksiyadan SO2 ni olishimiz kerak ekan. Oksid konsentrirlangan nitrat kislota orqali o'tkazildi deydi. Demak, konsentrirlangan nitrat kislota orqali o'tkazildi. Bunda demak sulfat kislotasi va demak azot 4 oksidi hosil bo'ladi. Shunda bu yerga 2, bu yerga 2 qo'ysak reaksiyamiz teng bo'ladi. Demak, biz masala sharti bo'yicha berilgan tavsiflangan 4 ta reaksiya tenglamalarida molekulyar tenglamasini yozdik. Mana birinchiniki, ikkinchiniki ham, uchinchi ham, to'rtinchi ham to'liq yozildi. Xo'p, bizni mana shu eksperimental tavsif asosidagi masalalarimiz mana shu soni, ikkinchi qism. Demak, 10 ta mana shu ko'rinishdagi savolni o'z ichiga olgan. Yana bitta savol ko'raylik.
Misol uchun 4-savol, fayldan 4-savolni ko'rsak. Xo'p. Rux fosfat xlorid kislotada eritildi. Bunda ajralib chiqqan gaz natriy dixromat va sulfat kislota eritmasi orqali o'tkazildi. Natijada hosil bo'lgan xrom tuzi, ya'ni xrom sulfat bu, ajratib olindi va suvda eritildi. Hosil bo'lgan eritmaga kaliy karbonat qo'shildi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan cho'kma natriy gidroksid ishtirokida vodorod peroksid bilan ishlov berildi. Ya'ni xrom 3 gidroksidni aytyapti bu yerda. Demak, tavsiflangan 4 ta reaksiya tenglamasini molekulyar holatda yozing deydi. Xo'p, birinchi reaksiyamiz demak rux fosfidiga xlorid kislota qo'shilgan reaksiya tenglamasi bo'lsin. Xo'p, bu yerda shunda rux xloridi va fosfin gaz bo'lib chiqadi. Reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, demak, xloristni oldiga 6 qo'yamiz, rux xloridni oldiga 3, buni oldiga 2 qo'yamiz. Va hosil bo'lgan gaz deyapti-ku, demak, keyingi bosqichga biz gazni olib o'tamiz. Gaz ajratib olindi deydi. Xo'sh. Keyin gaz natriy dixromat va sulfat kislota ishtirokida deydi. Demak, fosfinga natriy dixromat, natriy 2, xrom 2, O7 va sulfat kislotasini qo'shadigan bo'lsak, bu yerda shunda xrom 3 sulfati, xo'p, natriy sulfat, xo'p, fosfat kislota va suv chiqadi. Xo'p, reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, demak 3, 4, 16, 4, 4. Xo'p, fosfatni oldiga 3, suvni oldiga 16 qo'yamiz. Xo'p, hosil bo'lgan xrom tuzi ajratib olindi deydi. Demak, xrom tuzi bo'lsa, bu xrom 3 sulfat bo'lyapti. Va suvda eritildi deydi. Demak, 3-reaksiya, xrom 3 sulfat eritmasi tayyorlanib olindi. Va kaliy karbonat eritmasi qo'shildi. Endi eritmada yozamiz buni. Kaliy karbonat, demak, eritmasi qo'shildi deydi. Bunda xrom 3 gidroksid cho'kmaga tushadi. Xo'p, karbonat angidrid gaz bo'lib chiqadi va kaliy sulfati eritmada qoladi. Reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, kaliy karbonatni oldiga 3, suvni oldiga 3, bu yerga 2, karbonat angidridni oldiga va kaliy sulfatni oldiga 3 qo'ysak bo'ladi. Natijada hosil bo'lgan cho'kma deydi. Ya'ni bu reaksiyadan xrom 3 gidroksidni olamiz ekan. Hosil bo'lgan cho'kma hosil bo'lgan cho'kma natriy gidroksid ishtirokida vodorod peroksid bilan nima qilindi? Ishlov berildi deydi. Shunda xrom 3 gidroksidi plyusdan vodorod peroksidi va natriy gidroksid bilan demak ishlov berildi deydi. Natijada natriy xromat tuzi va suv hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, bu yerga 2, bu yerga 3. Xo'p, bunga 4 qo'yamiz. Bu yoqqa 2 va 8 qo'yamiz. Xo'p, demak 4 tala reaksiya natriy xromat eritmasi hosil bo'ladi. 4 tala reaksiyani molekulyar holatda yozdik. Berilgan shart to'liq demak o'rinlandi, bajarildi. Demak, Kimyobiz Telegram va YouTube kanallari uchun maxsus, ya'ni eksperimental tavsif asosida reaksiya tenglamalarini yozish, ya'ni milliy sertifikatga tayyorlanayotgan o'quvchilar uchun maxsus
tayyorlandi ushbu video. Ikkinchi qism ushbu videomizning faylida demak 10 ta savol mavjud. Shu savollarni o'zini demak printerdan chiqazib, qog'ozni o'ziga demak ishlash uchun tayyor holatda qilib berildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.